Hop, ikkinchi taym boshlanganda telefon kelib, internet ishlamay uzilib qoldi. Sразу YouTube'ga olish boshladim. Promofil to'xtatildi. Baribir 3-4 kishi kirdi xolos. Rosa ko'paygan, 8 ta bo'ldi, kirib chiqib o'ynab yurishibdi. Bundan YouTube'da tiniq ko'rgan yaxshi deb o'yladim. Bunaqa to'xtab promofil ko'rgandan YouTube'ga to'liq joylagan yaxshi. Hisob 7-tur, eslatib o'taman. Big Boys jamoasi oldinda. Xato. Aldashga kirishib ketdi, lekin to'pni oldirib qo'ydi. Zarba. Ishonchli o'ynadi darvozabon Texnobaydan. Xato. Chiylik uzatmoqchi edi, lekin hujumga qochdi Big Boys. Ortga Shiriga qoldirdi, pas. Keyingisicha pas bor. Zarba save, out. Voy, qanaqa qulay vaziyat. Oyoqqa tushmay qoldi to'p. Pas. Darvozabon turgan joyiga zarba berildi. Pas o'tdi. Pas o'ziga qaytarishdi. Oldamchi harakatlar, Sherigini kutyapti. Pas, lekin Sherigacha yetib keldi to'p, Big Boysda qoldi. Ana endi esa to'p Texnobayga o'tdi. Hujum qilishga harakat qilib ko'radi endi Texnobay. Xato. Gol. Yaxshi o'ynashdi mana shu joyda. Ikkita sheriklar bir-birini aldashga kirishib ketib, lekin baribir Big Boysda qoldi to'p. 8-4 hisob. O'tdi pas. Out. Toza o'ynaldi. Ortga darvozabon bilan zarba pasmi? Zarba berib ko'rildi, lekin noaniq. Noaniq bu zarba. Pas o'tadimi? Qoldi, lekin Big Boysda to'p. Pas. Ishonchli o'ynadi darvozabon. To'g'ridan to'g'ri zarba. Dahshatli gol. 9-4 hisob. Big Boys oldinda. O'tdi pas. Maydonda qoldi to'p. O'ynash mumkin Texnobayda to'p hali ham. Yo'q, qoldirib qo'yishdi. Ketdi oldinga. Out. Xato. To'xtatolmadi to'pni.
ketdi. Zarbami? Yo'q. Himoyachi blokladi bu zarbani. Burchak to'pi. Sherigi bor. Ketdi oldinga Sherigi. Yaxshi pasada o'tmadi lekin o'qidi himoyachi. Out. O'tdi pas. Keyingisicha out. Sherigi yetkazgan ulgurmadi. Big Boys. Pas ekan o'tmadi. Xato. Oyoqqa o'ynab o'tishibdi. Zarba blokladi himoyachi. Out. Zarba esa noaniq. To'qqizu to'rt hisob eslatib o'taman. Hujumga qochdi Big Boys. Xo'sh. Narsa bo'lmadi. Burchak zarbasi. Urish kerak yo'q. Yaxshi o'ynadi darvozabon. Pas o'tmadi. O'tdi pas. Yo'q, bu tarafda esa egasiga yetib kelmayapti. Big Boysda to'p o'ynash mumkin. O'tadimi pas? Darvozabon chiqib ketdi. Out. Xato qilmas kerak lekin bu joyda qaytish kerak darvozaga. Burchak to'pi. Yana qaytadan. Qanaqadir omadam yetishmayapti hozir Texnobayga. Voy! O'tkir burchakdan. Gol. 9-5 hisob. Birinchi to'g'ri qilyapsanmi? Ha. Boshlaylik. 10 tomondagisini. 10 tomon ashir. Tegma unga. Yo'q. Ashir to'g'risidagini, ha. Ha, ashini. Baqilyapti, ha, bo'ldi. Zarba noaniq. Qanday bo'lgan-ki? Pas o'tadimi? O'tdi, qoldi maydonda to'p o'ynash mumkin. Out. Pas kimga? Out. Qoldirib qo'yish ozgina qoldi. Qaytarib olishdi yana to'pni keyin Texnobay. Pas. Xo'sh, cho'zib olishdi, himoyachilar yetib keldi. Yana qarshi hujum Big Boysdan. Aldashga kirishib ketdi, oldirib qo'ydi to'pni keyinchalik. Texnobayda to'p. Ketdi. Zarba. Save darvozabondan ham.
Ketdi o'zi. Ketdi. Pas. Voy. Anen desa gol. 15 hisob. O'ttani. O'ttani yo'q, o'ttani. 8 yapti, o'ttasini hisobmi? O'ttani. Bo'ldi bu. 8. Pas yetib bormadi egasigacha. Ketdi hujumga Big Boys. Ochilgan sherigini topdi. Zarba. Noaniq. Gol bo'lmadi, yondan kirdi. Oldirib qo'yishdi to'pni. Yana qaytib oldi. Yana oldirishdi. Pas bor. Darvozabon bilan o'ynashdi Texnova. Xato yo'l qo'ymasi kerak. Tozaladi himoyachi o'z zonasini, out. Texnobay foydasiga. Zarba, ishonchli o'ynadi. Ikkinchi zarba bo'lmadi nimagadir. Texnobayga tushdi ikkinchisi ham. Lekin cho'zib yaxshi kombinatsiya. Voy, aytdim-ku omad yetishmayapti deb. Keyingisicha chalibdi. Pas o'tdi. Ko'ramiz, zarbami yoki pasmi? Pas ekan. Mehrojga, darvozabonga. Zarba esa noaniq. Tozaladi. Darvozabon yetib kelib. Maydonda to'p o'ynash mumkin, chiqmadi hali. Oh. Bunaqa harakatlar kerak emas o'rtoqlik uchrashuvida. Fol belgilandi. Zarba save. Chay zarbasi. Tozaladi Mehroj. O'tdi pas. Wow! 11-5 hisob. Dahshat gol. Out. Darvozabonniki bu to'p. Pas o'tdi. Yaxshi o'ynayapti. Big Boysda darvozabon. Out. Umru 5 hisobida bu o'yinimiz, o'rtoqlik o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi taym
bo'ldi. Instagramga Yaxshi. sahnet bo'ldimi yo'q bilmadim. Aytib o'tdim, internet yaxshi emasligi tufayli uzilib qoldi va risk qilgim kelmadi meni ham to'g'ri tushunasizlar. Srazi YouTube'ga zapisni boshlab yubordim. Hop, tablo to'g'rilanmadi bitta goldan keyin. 10-5 turibdi, lekin 11-5 bo'ldi hisob. Bitta oxir steshida bir golda guvohi bo'ldik.